Panda otasi juda kasal bo'ladi. U o'zining pul solinadigan bankasini olib dorixonaga yo'l oladi. Lekin pul kam bo'lgani uchun echki unga dori berishdan bosh tortdi. Keyin xafa panda charm do'konini ko'radi. Panda o'zining belkuragini olib chuqur kovlaydi. So'ng chuqurga tor o'rnatadi. Uni yopib ustiga go'sht bo'laklarini tashlaydi. Zebra kelishi bilan chuqurga tushib qoladi. Shoh panda xursand bo'ladi va chuqurga bomba tashlab zebraning jonini oladi. So'ng zebraning jasadini aravachaga yuklab uyga olib keladi. Keyin o'tkir pichoq bilan zebra terisini yechib sotishga olib ketadi. Echki unga juda ko'p pul beradi. Lekin bir hiylakor echki politsiyaga qo'ng'iroq qilib hammasini aytadi. Politsiya kelishni boshlaydi. Lekin panda dori sotib olib otasiga beradi. Politsiyachilar pandani ushlab olishadi. Buni ko'rib ota rosa yig'laydi. Lekin hech kim bu jasur bolaning uchun like bosmadi.